Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men sizlarga bir ajoyib bog'ni ko'rsatmoqchiman. Bu bog'ni ko'rib dilingiz yayraydi. Ko'nglingizda bog'boniga nisbatan hurmat, ehtirom uyg'onadi. Shuni alohida e'tirof etish kerakki, bu bog' hali hovlisi bitmasdan turib barpo qilingan. Hovliga ko'chib kirilmasdan turib bog' hosilga kirdi. Uzumlar dasturxonlarga qo'yildi. Bu bizning bog'imiz edi. Biz yaratdik uni. Albatta. Shoxlari qo'shni hovliga o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Biz qurgan hovli, biz hali unga ko'chib kirmadik. Lekin bog'lar yashlab turibdi, qarang. Bedapoyalarni qarang. Urugu, olma, navlarni qarang. Hammasi hosilga kirib, g'uj-g'uj hosil berdi va dasturxonlarni bezadi. Muqaddas hadislarda ham bog' yaratgan yetar murodga yetmoq uchun bog' yarating degan fikrlar aytilgan. Shunday hadislar keladi. Demak, inson bog' yaratsa, undan bahramand bo'lsa, el bahramand bo'lsa, xalq bahramand bo'lsa, bu uning eng katta qilgan savoblaridan biridir. Yangi hovlimizda xurmo hosilga kirdi. G'uj-g'uj meva tukkan. Qarang. Mevalarni qarang. Mana qarang. Osilib turibdi. Tirgovich qo'ydik. Hosili yerga shoxlar sinib ketmasligi uchun mana tirgovich ham qo'ydik. Qarang. Ana qarang, mana qarang. Hosilni qarang, mana. Juda ham kichkina. Hosili yerga tegib turibdi. Shoxlarini ko'tarolmayapti, qarang. Qarang. Jannat mevasi deyshadi-yu. Bu xurmoni. Payg'ambarimiz ham sevib iste'mol qilgan deyshadi. Demak, xurmo baraka keltiradi dasturxonga, ham ro'zg'orga baraka keltiradi, hovlini ham fayz hisoblanadi. Bu anorzorlarni qarang. Anorlarni qarang. G'ij hosilga kirdi. Shabadada tebranishini qarang anorlarni. Bu anorlar ham rizq manbai, rizq keltiradi. Mana qarang. Qanday go'zal, chiroyli. Bir chiroyli baxsh turibdi. Buni ko'rsatayotganimdan maqsad qilsa bo'lar ekan, u qaysi kasbda ishlashdan qat'iy nazar mana shunday bog'roqlar yaratsa bo'lar ekan demoqchiman-da. Masalan, men jurnalist sifatida Toshkentda ishlab, Qarshi tumanida ana shunday mevazor bog'lar yaratganimni aytmoqchiman. Bu maqtanishdan butkul yiroq. Faqat aytmoqchi bo'lganim shuki, mana shunday bog'ni har kim yaratsa, mehnat qilsa, yaratsa bo'lar ekan. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi demoqchi edim. Anorimiz juda ko'p. Hosili ham mo'l. Juda ham ko'p. Mana qarang. Hosil g'uj-g'uj. Hosil g'uj-g'uj. Shoir Muhammad Yusuf aytadiki, yurtga bag'ishlagan she'rida aytadiki, Rimga alishmasman bedapoyalaringni deydi. Mana shu bedapoyalarni qarang. Bular ham oziq-ovqat manbai, rizq manbai sababi chorvachilikni rivojlantirishda katta hissa bo'lib qo'shiladi. Shuning uchun ham shoirimiz Muhammad Yusuf ana shu bedapoyalarning ichida dam olishni, yumalab yotishni va qolaversa ana shu bedapoyalarni yurtimizning ramziday qabul qilib shu she'rni bitgan ekan. Ishkomlarni qarang. Bu ishkomlardagi toklarni 3 yil burun ekkan edik. Hosilga kirdi. Hosilini dasturxonga qo'ydik. Endi birinchi yili hosil kamroq bo'ldi. Nasib bo'lsa bu yil yanada ko'p hosil tugadi deb umid qilyapmiz, Allohdan so'rayapmiz. Bu toklar yuqorida aytganimdek Farg'onadan keltirilgan. Do'stimiz Botirjon Madiyorov keltirib bizga shu toklarni hadya qildi va uning akasi Rustamjon Madiyorov esa bizga telefon orqali yo'l-yo'riqlar ko'rsatdi. Shu yo'l-yo'riqlar tufayli Qashqadaryoda, Qarshi tumanida Farg'onadan keltirilgan mana shu toklar hosilga kirdi. G'uj-g'uj meva berdi. Mana shoxlarini qarang, qanday zo'r, ajoyib. Intilganga toli yor deganlaridek, men bog'roqlarga qiziqib, ana shunday manzarani yaratdim. Bu yerda faqat toklar emas, ancha-muncha bodam daraxtlari, olcha daraxtlari, qoroli, gurdoli, nok, olma, xullas kalom bu yerdagi daraxtlarning hammasi o'zimizning hovlimizga, ro'zg'orimizga rizq baraka keltirish, qo'ni-qo'shnilarga ulashish uchun ekilgan. Va albatta ulardan biz yaxshigina daromad olishni ham mo'ljallab turibmiz. Azizlar,
biz mana shu videoni sizlarga tortiq qilyapmiz. Yoqqan bo'lsa bir podpisatsiya tugmasini bosib va bitta like bosib qo'yasiz degan umiddamiz.